Ulug' Rus dramaturgi Ostrovskiy Milliy teatr xuddi akademiyaga, universitetlarga, muzeylarga o'xshash millatning balog'atga yetganligining belgisidir. Har qanday xalq, har qanday qabila, har qanday til o'z teatrini yaratishni va uning bilan faxrlanishni xohlaydi degan edi. Zamonaviy Uyg'ur kasbiy teatrining an'analari uzoq tarixga ega. Uni xalq urf-odatida, sozlarida, usullarida, to'y tomoshalarida ham bayramlik o'yinlarida ko'rish mumkin. Nimle? Mening yodimda ko'tarilib qoldi. Jırgılandaki bayının gölü için. Keng say. Süzük bulak. Bulak tüdüyoğan bir tüp söget. Andın şak sakırışıp sayışıp atkan bulbulla. Ben sizni vay böğrü de qoqtım da. Kaçı men de jıqılıp düşkünüz. Barlık esimde. Emrah. Anar gülüm. Benimden razı bolun anar gülüm. Ko'p azap chekkan Uyg'ur xalqining taqdiri ig'ir bo'ldi. O'zaro urushlar, ezilishlar Uyg'ur xalqini bir necha qitim qo'zg'olon ko'tarishga da'vat qildi. Bosqinchilar Uyg'urlarning o'z davlati, madaniyati, tarixi bo'lmagan degan fikrga ishontirishga urindi. Lekin mundaq davlat, madaniyat va tarix mavjud edi. Uning uchun Uyg'ur xalqining nozugum Sadir Palban, Bilal Nazımga o'xshash eng yaxshi o'g'il qizlari kurishib qurbon bo'ldi. Yeterlik bo'ldi hammasi. Canar! Yeterlik bo'ldi hammasi. Aftekim. Ko'nglimni aldı bir lala fertlik yigit. Oynatib asbek yani ular sanatlik yigit. Qamitin şemşadığı eyleydi men can fida. Sen ıqlımda yok andak adaletlik yigit. Ben yolu terk etildim. Ey Canar, agar men shaxsan beshimning tinchligini, rohatini ko'zlab umr sursam o chaqda xalqimning shoiri bo'la olmasdan hargiz. Shundoq bir payt yor bo'lib, sening misolingga erishish ixtiyorimni rad etib, hammani tark aylamay o'tirishim menga o'ng'ay emas. Ustozim. Andaqda mening ketishim kerak. Hozir ketalmisam umrboyat ketalmishim mumkin. Oxirgi armanim o'z qo'llaridan bir shutum mayus. Zahar. Bilalga atalgan zahar. Öz qo'limda berishim kerak. Demak, yuragimdagi og'ir sho'lini o'z qo'limda ujuqtirish. Yo'q. Mumkin emas. Yo'q. Marhamat, Canar. Ustozim. Oxirgi armanim o'z lavzlaridan bir g'azal o'qisam. Kaptarchi dil xastimam, kelgin bugun qadahni tut. To'ltirib qadahga ham ishmakka jononi tut. Simargil ul sharobni yor vafosi ishqida, qolmasa qadahda ham to'ltirib sen yana tut. Sana ne oldu? Yapmasam şu Canar. Canar. Yapmasam şu ahır. Ustozim! Ustozim! Canar. Ustozim! Canar. Canar. Seher.
faqat 19-asrning o'tirlarida Yetsuga ko'chib chiqib, O'rta Osiyodagi turkiy xalqlar madaniyatiga aralashib, keyinroq revolyutsion harakatlarga aktiv qatnashgan Uyg'urlar Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasidan keyin o'zining mazmuni sotsialistik shakli milliy madaniyatni yaratdi. Bu madaniyatning bir ko'rinishi teatr san'ati bo'lib, uning yaratilishiga Uyg'ur xalqining Abdulla Ro'zibaqiyev va Ismoil Tayirov o'xshash ilg'or vakillari cho'ng hassa qo'shdi. Kasım'ın adamları biz taraf karab çipki batmakta. Kasım'ın adamları demek bizim düşmanımız su. Su. Gülendem. Su. Hadi. Endi nima qilamiz? Buni yaxshisi bir yerga yoshirib qo'yish kerak. Yoshirib qo'yish. Aqlingdan adashdim. Dadamni aytsangchi. Zayir uningda o'tgan tirdak. Yaxshisi buni ko'chaga chiqarib yetaylik. Yo'q, bilaman. Buning yarısı tazim ig'ir. Agarda biz buni mushu turqida qo'g'lab chiqasak, qani bizning odamgarchiligimiz. 30-yillarning o'tirlarida sotsialistik qurilish keng qanot yaygan dastlabki 5 yilliklar davrida vujudga kelgan Uyg'ur muzikalik drama teatrini biz bugun haqliq ravishda Ulug' Oktyabrning farzandi deb aytalaymiz. 50 yil mobaynida ko'p millatlik Sovet teatrining bir qismiga aylangan Uyg'ur teatri Sovet Uyg'urlarining teatr va muzika markazi bo'lib qoldi. U besib o'tgan yo'l xalq hayoti bilan bog'lanib, o'z sahnasida xalq tarixining yorqin sahifalarini, adolat va hayotdagi ijtimoiy o'zgarishlarni, haqiqat uchun kurashuvchilarni ko'rsatdi. Yadın algın sen meni. Havasımda? Zeynep'di. Qanday qilqam? İşlerin yaxshimi? Rahmet edem. Hemsi joyida. Yezimiz sana yoqdimi? Boshlig'imiz seni qanday qarshi oldi? Yezanlar yaxshi ekan. Dal darak, bog' bo'ston, manzirlik. Yezimiz chiroyli bizning. Biroq boshlig'inglar achchiq yomon deb anglagan edim. Biroq bunchalik qo'pol deb o'ylamabdiman. Qanday demagan ukam? Umi sana o'xshash bir jitim. Jitim? Urushdan keyin ayalig'i bassa o'lib qoldi. Qizi kim akatgini o'qimaydi. Yozmagan mahkamalar, izlamagan diplomlar qamabdi. Hech narsadan xabari yo'q. Qizi tirik bo'lsa, mush seningchilik bu qoladimikin deyman. Nima dedingiz? Meningchilik? Ha, seningchilik. Meningchilik. Uyg'ur muzikalik drama teatri ko'p san'at shakllari mujassamlangan teatr. Uningda drama truppasi bilan birga ishqi muzikalik ansambl ishlaydi. Navo ansamblining programmasida Uyg'ur muqomlarining durdonalari bilan bir qatorda hozirgi zamon Uyg'ur sovet kompozitorlarining asarlari bor. Navo ansambli san'ati bilan faqat bizning mamlakatimizning tomoshabinlari emas, balki chet el tomoshabinlarini tonish.
Yaşlıq ansambli Qazaqstan Lenin Komsomol mukofotining laureati. Bir qancha qitimliq butkul ittifoqlik konkurslarning diplomanti. Sen yarım dedim mi sen çimmen bir gül bu şerde sürgün yok faydalı. Degdük kandağı dur yarım birleştiğimiz amrağı dur abim dersin yarım da faydalı. Bir de otasam çimmen bir gül gülü yok içinden sen faydalı. Şırak seferge kesem çimmen bir gül gülü yok içinden sen faydalı. Bugun cho'ng avlod ijodiyatining estafetasiga teatrning yosh avlodi varislik qilmoqda. Talantli yoshlar teatriga faqat o'zining iste'dodini ep kelib qolmasdan, balki shuning bilan birga nazariyaviy bilimni ep keldi. O'z teatrining san'atini yangi yuksakliklarga ko'tardi. Namert kaptın karakçı, namert kaptın karakçı. Kavuşursun hemminin, kavuşursun hemminin. Evladlarım, ballarım zarlap ötsün münketim. Evladlarım, ballarım zarlap ötsün münketim. Kalenderdek davada, tentirep ötkey hayatım. Kalenderdek davada, tentirep ötkey hayatım. Bu işnale. Dert külfet bulsun senin hemrayın. Bu işnale. Dert külfet bulsun senin hemrayın. Şübek. Acab masxir bo'pti mana bu xil tadbir bilan. Bu qandoq dargoh? Ham bu podshoh kim o'zi? Nima uchun tutmishlar meni bu xil hiyla bilan? Qayerdin sen? Ey, yo'ldan adashgan Majnun. Majnun? Majnun vatandan bexabar burundan. Nimadir bu dunyoda kunlaring? Sevgi ichra. Majnunlikda umrim. Qara! Etqin, seni kuydirgan dilbar etim. Uni dilimda saqlayman yotsin. Bu ishda san kelganda alam, Baxtur. Muhabbat chechakkan ham. qara! Tarqagan bo'lish qiproq. Bundaq niyat muhabbat ahli tinchroq. Bas! Meni endi qima ovora. Shoh va darvish sevgida barobar. Qobiray. Kash bu havasdan. O'zdan kash bechora. Qara! Ama Giriftar, meningdek shahqi bu Majnun diyor. Tikilsin qorg'on oldida egizdor. Kurayli bu tan qandoq pulanglar. Ondin maydonga gulxon yiqinglar. Ko'ydirib kulini ko'k kuchiringlar. rahmat hukmingga. Ey shoh g'azablik. Buyrug'ing bo'ldi menga sharaflik. Yolg'iz meni dazmoqchisan. Men undan intiqom o'lchamoqchisan. Bilgin.
Ferhat ölümden korkan emas. Xudo guvoh, maqsadim tavba emas. Tilayman hur hayotni borchigiman. Bu mudodan qaytmasman chiqqichijon. Dafosan tenim bo'lur senda egiz. Sen dastga düşürüş. Asla Süleyman tanıma. Asla çekmezsin varır men darba. Ey kısna bilgen ki, sana lanet okup, bütün insan rahmet okup. Qandaq spektakl qo'yilmasin, qandaq obraz yaratılmasın, tomoshabin ularda faqat tunugunki kunni emas, balki bugungi kunni va kelajakni ko'radi. Bu orqali teatr tomoshabinning estetikalik ditini shakllantirdi. Bu o'z xalqiga sadoqatlik bilan ishlash yo'lidir. Stanislavskiy sistemasi Uyg'ur aktyorlarini sotsialistik realizm metodini mustahkamlashga, obrazga cho'nqur cho'kishga, psixologiyalik analiz yasashga o'rgatdi. Sotsialistik realizm metodi bilan sistemasini cho'nqur o'ylangan holda ijodiy o'zlashtirishning natijasida Anarxan, Anamning oq ko'ynigi, Odisseyning g'azabi qatorliq spektakllar teatr tarixida ma'lum bosqich bo'lib qoldi. Sen bu yerda aşı arzimasi yo'qlikdan boshqa nima topmoqchisan? Sening vujudingni, mening vujudimni kuch bilan eplash mumkin emas. Aşkışını deyman. Sen bezgak bechorasan. Men bezgak bechora. Ortiqcha aqlli ho'shyar edisi. Sening aqling o'qoqanchaqlik. Uningdan boshqa hech narsa yo'q seningda. To'g'ri. Men ularni o'z hayotini dog'i qo'ymayli qatl qildim. Shundoq qilish hojat bo'ldi. Qo'qanchaqligingni shundoq qildim. Og'zingni jom. Men jang maydonida dalay qatim qahramonlik ko'rsatdim. Hem senin qo'lingdan, hem ularning qo'lidan qatl bo'lishni qo'rqmay yerga keldim. Lekin afti basharimni o'zgartib, yoshirinib keldim qo'qanchoq beskash. To'g'ri. Hammani bilib olish uchun hozirmi o'yimdan qaytganim yo'q. Lekin sen o'zliging amridingmi? O'z teziming ishonchidingmi qo'rqsan? Men buni bilmaydi demsan. Sen mening diyonliq bo'lgan kechirimchanligimni, u ishkilarning anfinini talishidin, mening makarligimdan dalillamoqchi bo'lding. Lekin bu o'y benim için tamam ya. Bırak bu ahvalını sen. Özünün katan kurban berasatlığın bilen hiç kaçan düşünemeysen. Beni baba. Yeter. Yeter Andi. Taksir. Sizin mensubunuz Türk Sultanı mensubundan teng boşu için biz sizni Mama Mushi dersi götürmüş taksir. Mama Mushi. Ha, Mama Mushi. Onu aynı şükür atak. Siz ataklık törüne kadardı bu siz taksir. Taksir. Aş, bilemsiz. Menin kızım Kleon degen bir nersege aşık bulup kaptı. Onundan başka hiç kimge turmuş çıkmayma dep kasem işip yürüdü. Hatırlayacağım oğlum taksir. Bir yerde odetten taşka bir okşaştık ba. Türk Sultanı oğlu bilen Kleon bir-biriga çatlap koyganda o'xshaydi. Shu chaqda qizingizning biriga bo'lgan muhabbati ikkinchisi o'ng'al etkilishi mumkin. Shu chaqda taqsir to'shama. Kiyotidir. Marhamat. Maestra. Bunun kimligini aytayım mı? Evet. Baptist mu? Ya. İngiliz? Ya. Kafir mu? Lütfen mu? Teatr Rus ve chet el klassikasi ustida ishlash jarayonida misli ko'rilmagan ijodiy o'rlashlarga muyassar bo'ldi.
Sen hakiki duvarenin ben yalan etmeyman. Bana sana hoppa kılıç. Köh köynəklərdən Shakespeare və Gorkigacha, Məyram və Toy Tökün oyunlardan folklor ansambli Navaxıcha, Məddahdan Respublikалық xalq artistlərigacha tərəqqi etiş Uyğur teatrının besib ötən şanlıq yoludur. Teatr tarixinin hər bir səhifəsində məşhur səhnə mahirlərinin namları altın hərflər bilan yazılған. Qulamxan Cəlilov, Xelçəm İliyeva, Əhməd Şəmiyev, Məxbir Baqiyev, Məryəm Simətova, Rızvangül Toxtanova, Ruşəngül İlaxunova və başqa əcaib artistlər bilan muzikantlar aynə şular cümləsidəndir. Bugünkü gündə uruş mavzusu, Sovet xalqının mislsiz jasoratının mavzusu teatr repertuaridan alohida o'rin eplayotidu. Ana kızlar, yolumuz xatarlik, sebebi biz sazlıqlanmağımız. Şunun için her qaysında kolunlarının bir çağınızını tutunlar da, çam dumay turup çağınızdan bayqap görünler. Düşünüşlük o değil mi? Düşünüşlük. Kini, kim batır? Nime? Bir içeydi. Ne? Guri işine jüktakını götürüp bağısız. Nimişken? Nimişki dep sormaydı. Kamilkova. Men? Четвертакның жіктақын елім. Әке четвертак. Өзіңнің апашқы бала. Нұлтығыңны бе? Орынсыз кәпті қойыңlar. Әркім өз құралын өз көтіріп маңыз. Сауалыңда бар mı? Yoldaştır şuna. Hoş. Men çağız deginizді түшенмедім. Oh, Құданың құдырты. Bu қолын тұтқан нәрсен неме? Әйтәбір бір yoğan tayaq. Çağız деген мана мұшу. Мен түсініске еттім ғой дәме қызлар. Dal кен bu kızlar, dal. Yani қандақ дай? Vladimir Dal, şundaq soğadı ba yoldaştır şuna. Şundaq sözlük. Kamilkova. Bol den. Yoldaş yançıda. Yolumuz xatarlik. Şunun için men iş tertibi. Ben aldırmadım anı menin kendimden. Gurevich, Brichkina, Kamilkova, Четвертак. Sap ahırda küçük serjant Asen. Düşünürsün mü? Soğalında var mı? Sazlık. Sazlık çonkur mu? Sazlık? Qandaq desem boldu. Gayyaları menin mana meşrimden kelidu. Hayada? Mana be. Yürü! Senem canım vadi kendi bilmedim. Essedinle senem canım kaydeder. Senem canım vadi kendi. Uyğur aktyorlarının realistik sənəti Stanislavskinin sistemini özləşdiriş tüfəli texmi çoğun quruluşub, kəniyib, beyib badı. Bu sistemini tərqib qilishda Yakov, Başayan, Mambetov və Jetpisbayev qatarlıq rejissyorlar çoğun həss qoşdu. Uyghur teatrı özünün 51-ci mavsumunu жаңадан бастады. Еліміздің басқа театрлары сияқты Uyghur театрда өскелең өміріміздің өнегелі адамдарын тәрбиелеу үшін өздерінің үлкен үлесін қосып қызмет істеп келеді. Қазір біздің дайындап жатқан спектакліміз мынау шығыс аңызының бойынша жазылған ғарып және сәнем атты пьесасы. Бұл пьесада, бұл спектакльде
адамдардың махаббатқа деген адалдығы, адамдардың күш-қуат қайраттығын паш етеді. Премьераға дейін әлі біраз уақыт бар. Қазір әртістер күндіз-түні жұмыс үстінде. Әрине, спектакльді қою, рөлді ойнау оңай іс емес. Сондықтан әртістер өздерінің күнделіктісін, күнделікті мамандығын, күнделікті өздеріне тиісті әрқайсының рөлдерін уақытысында дайындалып, уақытысында репетиция жасап, премьераға дайындалып жатыр. Teatr rəssamı faqat spektaklni qo'yğuchi rejissyor o'y fikrlarining oddiyla illyustratori bo'lib qolmasdan, balki u haqliq ravishda dramaturg va rejissyorga o'xshashla asar avtorining biridir. Teatrdagi ayni shundoq rassam Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Fazrahmon Ibragimovdir. Her minut, her saat ve her bir kunda ba'zida uyqudan voz kechib, tirishib ishlash demekdir. Bu yerda faqat aktyorlarning, rejissyor va rassomlarning amgigili bo'lib qolmasdan, shundaqla sahnani nur bilan ta'minlovchilarning, butaforlarning, kostyumerlarning, sahna ishchilarining, ya'ni teatrda ishlagan hamma ishchining amgigi bor. Ularni san'atga muhabbat, har kuni parda ichilishi bilan tomoshabinlarga xo'shallik baxsh etishga bo'lgan intilish birlashtirib turdi. Bir 1981 yili teatr Moskvada gastrolda bo'lgan chog'larda Pravda gazeti mundaq deb yozdi. Teatr faqat an'analarni davomlashtirib qolmasdan, shuning bilan birga o'z san'atini taraqqiy etkazishning yo'llarini doim izlamoqda. Poytaxtda Uyg'ur teatri ko'rsatgan spektakllar bizning oldimizda o'z an'analarini so'yib asrayotgan va kelajakka intilgan yuqori darajadagi organizmning namoyon bo'lganligidan dalolat berdi. Uyg'ur teatrining Qozog'istondagi yarim asrlik ijodiy faoliyati, uning gullanishi ham muvaffaqiyati partiyamiz Lenincha milliy siyosatining natijasidir. Teatr bayrog'idagi hurmat belgisi ordeni bo'lsa, uning talantini xalq tarafidan e'tirof qilinishidir. Ramin Rallan mundaq deb yozgan edi. Sizlar xalq san'atini yaratmoqchi bo'lsanglar, xalqni yaratishdan boshlanglar. San'atdan bahr elish uchun tashvishlardan yetarlik darajada xoli bo'lgan xalqni, bo'sh vaqtga ega, muhtojlik ig'ir amgak ezib tashlamagan xalqni, o'ng va so'l tarafdan keladigan fanatizm va har xil talviliklar bilan beshni qoymoqtirgan xalqni, o'z taqdiriga g'o'jayin xalqni, kurashda g'olib xalqni yaratishdan boshlanglar. Munda xalq bor. Bu Uyg'ur xalqi. U mamlakatimiz xalqlarining qarindoshlik oilasida yashab, ular bilan birga o'z taqdirini, o'z hayotini, o'z teatrini qurmoqda.